Hammaga salom. Bugun kelgan kargoni birgalikda unpacking qilamiz. Bularni hammasini men Pinduodudan zakaz qilganman. Kачествоsi ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r kelgan. Bu kamzillar va bu oyoq kiyimni o'g'limga zakaz qildim. Bu kurtkani esa o'zimga zakaz qildim. Kачествоsi juda ham yaxshi keldi. Rosa xursand bo'ldim buni ko'rib. Bu kurtkani zakaz qilayotganimda rosa o'ylanib zakaz qildim. Kачествоsi shunaqa yaxshi kelarmikin, rasmdagi kelarmikin deb, lekin prям shunaqa kачествоda keldi. Va o'zimga sportivka zakaz qildim. Kачествоsi juda ham zo'r. Rosa ham yoqdi bu sportivka. Magazinida bilasizlar, yaxshi narxga sotiladi. Bu sportivkani ham zakaz qilishimdan oldin rosa o'ylandim, yaxshi kачествоda kelarmikin deb, lekin magazinni tepasida o'zi yozilgan ekan, Xitoyni brend magazini deb yozilgan ekan. Shuning uchun ishonch bilan zakaz qilgandim. Zo'r keldi hamma narsalarim. Hamma biladi, уже Pinduoduo, Taobao, 1688 va shunga o'xshagan Xitoy platformalaridan kiyim zakaz qilish уже juda ham oson bo'lib qoldi. Ommabop, hamma zakaz qila oladi. Faqat sifatli va sifatsiz narsalarni zakaz qilishni yaxshilab bilish kerak. Ularni o'zini yo'l-yo'rig'i bor. Shularga qarab zakaz qilsanglar bo'ladi. Prям shunaqa yoqdi. Shu kurtkam ham, sportivkam ham, farzandimga qilgan kiyimlarim ham zo'r keldi. O'zi har doim nima zakaz qilsam kачественно keladi hamma narsam. Prям har doim zakazlarim olganimda xursand bo'lib ketaman. Shunaqa tovarlarni sifatli zakaz qilishni noldan o'rganishni xohlasangiz, direktdan menga yozing.